ko'chada eshak-arava ham lechroq qo'ygan. Jigulida ham lechroq. Mayli, davlat standartida zavoddan chiqqan bo'lsa qarshi mas'ulni qarshiligi boshqacha bo'ladi. Kechqurun endi uni ustiga farosatsizlar tumanga qarshiga qo'yib olishgan. Eng yorqin. 6 chiroqni yoqib yuradi kechasi. Hech kim buni nazorat qilmaydi. Nima deydi? Savol. Mana shu kechqurun Toshkentdan keldim. Endi astag'firulloh. Qaysi yo'llarga o'tdi? 3-chi. Tumanga qarshida yoqib beradi. O'shanga let qo'yib olishdan yoqib olgan, ko'rinmaydi. Kechqurun ikkitasiga ustma-ust bordim, to'xtatib tushsa, baqirib keladi, "Ey Hoji Bodurlar bor." To'xta. Shuni bir qattiq nazorat qilmasanglar, iltimos chiroyli jarima yozsa,